Alo. Alo, assalomu alaykum. Salom. Nargizaxon opajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, to'g'ri. Opajonim, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Xayrli kunlar bo'lsin. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, deb ko'ringan. Rahmat kattakon. Bugungi chiroyli sana qarshilab olgan yana bir bahoriy yoshingiz, shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin opajonim. Bugun Allohga suyukli banda payg'ambarimga chin ummat bo'lgan Nurafshon fayzli kunni egasi ekansiz. Shu boisdan biz sizga tabriklar loyihasidan jonli qo'ng'iroqni amalga oshirib turibmiz. Mana shu loyiha boshlovchisi bilan suhbatdosh bo'lib turibsiz. Birozgina qimmatbaho daqiqalaringizni olgan holatda sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi mehribonlaringiz nomidan yetib kelgan tabriknomalarni yo'llab bersam maylimi aziz opajonim? Mayli. Rahmat kattakon. Shu o'rinda yana bir savol berib o'tsam, nima deb o'ylaysiz? Shunday shukronalik, shodiyonalik ayyomingizda qay bir yaqiningiz sizni xursand qilmoqlikni istadi? Bu mehribon insoningiz kim bo'lishligi mumkin? Taxminlaringiz bormi? Qo'lda qizim bilan nazar o'g'lim, yavimiz. Juda ham to'g'ri taxminlar qildingiz. Bugun bizni loyihamizga murojaat qilib, sizni xursand qilib, ko'nglingizni obod qilishni niyat qilgan bu insonlar Xolidaxon qizingiz va kuyov o'g'lingiz Maratbek akalarimiz bo'ladilar. Bugun mana shu yaqinlaringizdan chiroyli tabriknomalar tinglaysiz. Rahmat. Rahmat sizga ham. Marhamat, chiroyli dil so'zlaru tabriknomalarni qabul qilib olasiz. Assalomu alaykum mehribonim, jannat iforli aziz onajonim. Bugun sizni hayotingizdagi eng go'zal kun. Siz dunyoga kelgan muborak kun. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin jonim onam. Alloh sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalbingizga sokinlik va hayotingizga nur ato etsin. Onajon, siz meni hayotimdagi eng buyuk ne'matsiz. Meni Alloh sizdek mehribon, sabrli va duogo'y onaga nasib etgani uchun doim shukrlar qilaman. Sizni mehringiz jannat iforiga o'xshaydi, tiniq pok va beqiyosdir. Har safar sizni qo'lingizni ko'rsam, jannat eshigini ko'rgandek bo'laman. Sizni quchoqlasam, yuragimdagi g'amlar tarqaladi. Onajon, sizni duolaringiz hayotimdagi eng katta himoya. Har bir qadamimda sizni duolaringiz meni asrab turadi. Alloh sizga shunday umr bersinki, haj va umra ziyoratlarini ado etish nasib etsin. Jannat bog'larida meni duo qilib turgan mehrli onajonim sifatida ko'ray degan orzudaman. Sizni har bir so'zingiz, har bir tabassumingiz, har bir mehnatingiz menga saboq, menga nur, menga yo'l ko'rsatkichdir. Men sizni har bir kuningizni quvonch, osoyishtalik va tinchlik bilan o'tishini istayman. Sizni har doim xursand, sog'lom, ko'zlaringizda esa nur porlab turgan holda ko'rish men uchun eng katta baxtdir. Onajon, siz jannatga eltuvchi yo'lning eng go'zal ramzisiz. Alloh sizni har darddan, har g'amdan asrasin, yuragingizni tinchlik bilan to'ldirsin. Sizni duolaringiz tufayli men bugun shu darajadamanki, hayotimda nimaki yaxshi bo'lsa, barchasi sizni sabringiz, mehnatingiz va duolaringizdandir. Tug'ilgan kuningizda Alloh shuni so'raymanki, Allohdan sizni jannat ahli bilan birga qilsin, haj va umraga borish vaqtini ato etsin, har kuni sizni baxtiyorlik va rahmatga burkab qo'ysin. Onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. To'lgan yoshingiz yana bir bora muborak bo'lsin deya mana shu go'zal tilaklar va tabriklarni yo'llagan edilar qizingiz va kuyov o'g'lingiz. Onajonim, aloqadamisiz? Ha, eshitaman. Katta rahmat ularga, bu yaxshi tilaklaringizlarga hamroh bo'lsin. Sizga ham rahmat, qimmatbaho daqiqalaringizni ayamaganingiz uchun. Yaqinlaringizga, qolaversa farzandlaringizga tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Sizning oilasiga baxt bo'lsin, tinch bo'lsin, farzandlarni kamolini ko'rsin, kim bilan yaxshi hayot kechirsin. Xudolarimiz bilan ham mehr-oqibatini hurmatimiz abadiy bo'lsin. Sodar vatanni baxti ochilib, yaxshi xonadonlarda kelib qilib, yana o'g'limni qishlarga kirsin. Hammamiz tinch sog' bo'laylik. Sizlarga ham katta rahmat.
Rahmat sizga ham. Bugungi chiroyli sanalaringizni go'zal tarzda o'tkazib oling. Sog' salomat bo'ling. Mayli, rahmat. Rahmat. Ko'nglim ko'chasida bo'lib tantana. Dilim yayrab ketar bolam desangiz, shakarsiz choy ham shirindir ona, agar uni siz damlab bersangiz. Tonglar uyg'otasiz yuzimdan silab. Tura qol ishingga kech qolma bolam, duolar qilasiz menga baxt tilab, o'zingizga hech ne so'ramay onam. Ertadan kechgacha ko'zingiz giryon, kutasiz eshikdan uzolmay ko'zni. Men shu mehringizni qiladi hayron, nega o'ylamaysiz bir bor o'zingiz. Kaftdek hovlimizni gullarga o'rab, uyimiz ko'rkiga qo'shasiz chiroy. Men kulib qo'yaman gullarga qarab, rostdan yashar ekan onam turgan joy. Bularni hammasi yaxshidir, biroq bir his osmonimni aylaydi qaro. Yuragim ichida paydo bo'ldi dog', oqlar ko'paydi sochingiz aro. Musiqiy taronamiz esa loyihamizdan sovg'a sifatida. Marhamat. Olisdagi yagonam, mushti parimjon onam, omonmisiz, sog'misiz, siz baxtimga bormisiz, siz baxtimga bormisiz, o'zingizga yetmasdek mening dardim ham ustak, yana yurak qilib qon, chidaysizmi onajon, chidaysizmi onajon. Bugun oy chiqdi horg'in, onajonim sog'indim, oy mama aytgin rostdan, uni ko'rasan doim, omonmi chiroyligim, hey. Bugun oy chiqdi horg'in, onajonim sog'indim, oy mama aytgin rostdan, uni ko'rasan doim, omonmi chiroyligim, hey. Bugun yolg'izlikdan quvonman, tushunmasa bir olam, siz baxtimga bormisiz jon, onajonim sog'misiz. Yiroqdadan xoginam, musofirim jon onam, qanday chiday sog'insam, siz baxtimga bormisiz jon, onajonim sog'misiz.